Pulli xizmatimizni sizlarga bitta yiliga obunachilarni tanlab turib bepul qilib berganim yaxshimi yoki yana bitta tayyor loyihani hammanglarga hadya qilib berganim yaxshimi? Bugungi bergan Ramazon oyiga bergan hadyamizdan ko'pchilik foydalandi va juda ham yaxshi tilaydi kelyapti. Men juda ham xursandman, ko'pchilik foydamni istagandan. O'zi shu hayitliga nima berishni men o'ylayapman va storiesda va Telegramda obunachilardan so'radim. Ko'pchilik bir qavat va 4 studiyaga joylashgan loyiha so'rayapti. Shunga sizlar ham fikringlarni qoldiringlar. Eng ko'p layk yig'gan va yoki eng ko'p so'ralgan proyektni beramiz yoki bitta insonga bepulga individual xizmatimizni o'rtacha $1000 dan $2,5 bo'lgan xizmatimizni bepul qilib beramiz. Izohda aktiv bo'linglar va iloji boricha o'zingizlarni fikrlarni qoldiringlar va iloji boricha sizlar ham hayitga bu kunga misol uchun o'zingizlarni xizmatinglarni yoki o'zingizlar mahsulotinglarni hayitli qilinglar. Hayit yaxshi kutib olinglar. Xudo xolasa hayit kuni nasib qilsa hammanglarga o'sha so'ralgan narsani tayyorlab beraveraman.